Aka, assalomu alaykum. Qandoqsiz? Yaxshimisiz? Nimaga kayfiyat yo'q aka? Nima bo'ldi? Ukam nimasini aytasan? 8-mart yaqinda bir keliningni xursand qilaylik dedim. 2 oydan beri ishlamayapman. Pul yo'q. Siqilib ketdim bari o'ylayvering. Aka, siz o'ylamang. Men bilan yuring. Qayerqa? Yuring, qopding. Qayerqa? Yuring. Здравствуйте, добро пожаловать в Техномарт. Мы рады сообщить вам, что у нас проводится большая акция во всех филиалах Техномарт с 8 по 10 марта. Например, если вы у нас купите Xiaomi Note 14, то вам в подарок фитнес-браслет. Nima dedi? Men o'rchan tushunmayman. Xullas, mana Note 14 dan olsangiz, braslet podarka ekan. Здравствуй. Agar Vivo smartfon olsangiz, bu ayolingizga Life Installer sovg'a. Nima dedi? Tushunmayman o'rchan. O'zbekcha gapiryapti-yu. Voy, apris. А также на множество товаров 50% скидки. Hop, arzon qilib berayotgan ekan. Menga nima aloqasi bor bu gaplarni? Pulim yo'q deb turibman o'zi. Aka, bularni men sotib olaman. Sizga syurprizim bor. Ketdik. Yo'q. Aka, meni fe'lamchi o'zi 330 ming ekan, ikkita olganimizga 499 ming qilib berishdi. Qalay? Nima? Hali ham kayfiyatingiz yo'q, aka, kulsangiz-chi. Hozir kulaman. Sizni xotinchangizga bunaqa pulli telefonlar, fe'llar, menga bunaqa tekinga berilgan sovg'alar ekanda xotinimga. O'zi-chi mahallada hamma pastsi ishonmas edi. Qo'y. Gadoyga bodring bersa qiyshuv deb olmagan ekan. Voy. Olib ketdi-yu sovg'ani. Порадуйте своих любимых женщин на 8 марта.